Haftalik ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu ish haftasida O'zbekiston bo'yicha nam havo kuzatiladi. Mamlakatimiz hududining katta qismida vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Shimolda yog'ingarchilik yomg'ir, qor bo'ladi. Havo harorati kunduzi asosan 12-17 daraja iliq atrofida bo'ladi. Hafta o'rtasida esa 8-11 daraja iliqqacha pasayadi. Harorat kechalari nisbatan 7-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. Hafta o'rtasida 3-6 daraja iliqqacha pasayadi. Respublika shimolida harorat kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqdan 5-10 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari esa 3-8 daraja iliqdan 0-5 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi, 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. 9-10 fevralda ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Vaqti bilan kuchli bo'ladi. Qor ko'chish xavfi bor. Poytaxtimizda bugun kechga tomon yomg'ir yog'adi. Harorat kunduzi 14-16 daraja iliq bo'ladi. 13 fevralda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Havo harorati kunduz kunlari asosan 11-16 daraja iliq atrofida bo'ladi. 11 fevralda 8-10 daraja iliqqacha pasayadi. Harorat kechalari 8-10 daraja iliqdan 3-5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Shamol 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Vaqti bilan 9-14 metr sekundgacha kuchayishi mumkin.